Toshkent City'dagi eng qimmat restoranda shotimizdan pul chiqargan ko'ramiz. Ha, bu siz bilgan Hiltonning 21-etajdagi City 21 restorani. Demak, bu mol go'shtidan ribeye steyki teriyaki sos bilan ko'ramiz mazasini. Bismillah. Go'sht yumshoq pishgan lekin mazasi yaxshi. Bug'da pishirilgan sibas balig'i firmini sos bilan ko'ramiz. Bismillah. Mazasi zo'r. Grillda pishirilgan mol go'shti chimichurri sos bilan ko'ramiz. Bismillah. O'zgacha maza. Xrustyash utka salatimiz mana souslar bilan ko'ramiz mazasini. Olxo'ri sos ekan. Xrustyash baqlajonli salatimiz bor. 3 nomasi bilan oldi xrustyashligida. Tropический mokteyl, ananas va kokos bilan ko'ramiz mazasini. Bismillah. Wow. Mazasi zo'r. Xo'p, City 21 restoranda shotimizdan pul bo'ldi. 2 million 180 ming. Bu aynan nimaga? 2 xil issiq ovqat, bitta горячий zakuska, bitta salatimiz va 6-7 ta limonadimiz shu summa bo'ldi. Restoranga baho berish keladigan bo'lsak, restoranning atmosferasi вообще zo'r. Sizlar hozir ko'rsatib o'tamiz videolarda. 21-etajdan butun Toshkent City'ni ko'rish, Toshkentni ko'rinishi wow, gap yo'q. Ofisiant xizmatlari zo'r, ovqatlari yaxshi. Kelinglar, tavsiya qilamiz.